Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Karimjonimiz obunachilari hammalar bugun kunlar xayrli o'tsin deb, Alloh kuch-quvvat bersin deb mana bugun katta novvozlarda syomkalarni boshladi Shahron mol bozoridan. Nech pul deyapsiz aka buni? 55 ming. 55 mingdan mana kam bor deyilyapti. Xo'rozigachi? 70 ming kami bor deyilyapti mana akalar, 70 mingdan. Bo'ylari shu 1.30-35 chiqadi akalar. Kiloga katta novvozlar 66 minggacha bo'lyapti. Akalar mana mashinga 27,5 beryapti, bermayapti. Bo'ylari 1.25 kilo, 1.30 atrofida. Mana bu sementalimizni 75 million deyapti, kami bor deyapti akalar. Bo'ylari qancha? Primeni 1.50 atrofida akalar. Berilmayapti. Katta novvozlar ham xudo xolasa yaxshi chiqqan mana. Mana sementalimiz. Yana katta novvozlar janjalanib turadi. Yana bu bakma shvetimiz nech pul deyapsiz aka bu bakma? 35 deyapti aka. 35 million kam bor deyiladi. Bo'ylari 1.30 atrofida. Nech pulga bordi savdosi? 32 millionga berilmoqda akalar. Bahsa bo'ladiganidan. Buni nech pul deyapsiz tog'a buni? 30 deyapmiz. 30 kam bor deyiladi. Mana bo'ylari 1.25 kilo. Nech pulga bordi? 26,5 ga boribdi akalar mana. Jonivorlar. Mana katta novvozlar to'lgan. Sementallar akalar, gibridlar. Ba'dan sarxiraroq chiqyapti, ammo katta novvozlar to'lgan bozorga. Katta novvozlar bilib oldinglar, nech puldan bo'layotgan? Aka nech pul deyapsiz aka? 33 ga berdim aka. 33,5 ga sotildimi? Mana 33,5 ga sotilgan shvetimiz akalar, bo'ylari 1.35 atrofida chiqadi mana. Veslarning taxmin. Veslar qancha chiqib qoladi? 542 kilo keldi hozir. 542 kilo keldi akalar mana. Mana novvozlar, bakmalar. Sotilgan variant akalar. Mana akalar 55 million kam bor deyilyapti. Bo'ylari 1.25 kilo atrofida bakma novvozlar. Mana bakmalarga qiziqqanlar. Mana bakma so'raganlar ko'paydi akalar. Nech pul deyapsiz aka buni? 27 million kam bor deyapti. Bo'ylari 1.25 atrofida. Nech pulga bordi? 24 million 200. Sut aka nech pul deyapsiz buni? 27,5 deyapman aka. 27,5. Bo'ylari 1.25 atrofida. Nech pulga bordi bu? 24,5. 24,5 ga olib savdosi mana akalar. Bu nech pul deyapsiz aka buni? 30 million deyapman. 26,5 millionga bermayapman. 26,5 ga berilmayapti mana akalar. Bo'ylari 1.30 atrofida novvozlarimiz bakma. Kichkinani o'rniga mashlarni olib qo'ygan yaxshi-da, hozir kuzga tayyor bo'ladi. Kichkinani ham palon qilib ishoryapti mana. Jigarlar. Yana savdo. Biya o'zi olib qo'yaptimi? Nech pul beryapsiz? Bu ham mol tanlashni yaxshi biladiganlar Aylanib, sevinchgan sotib yurib bilyapti-da. Tog'amiz mana 20 million 100 beryapti ekan. Bo'ylari 1.20 atrofida akalar, o'zimizni jaydari bakma mana. Yaxshi arzon beryapti, 20 million 100. Mana akalar 22 dan kami bor deyilayotgan bakma novvozlar. Bo'ylari 1.15 plus 1.20 atrofida. Buyerdagilar mana. Bulardan narxini bir qator so'raymiz. Qani nech puldan deyapsiz? Nech puldan deyapsizlar bularni? Bulardagi 17 Nech puldan? 17 milliondan kam bor deyilyapti. Bo'ylari 1.10 atrofida akalar. Narxlar bilan tanishib olyapsizlar. Mana sekin ko'rib boraverasizlar. 17 milliondan kami bor deyilyapti. O'ziga qarab, mo'lar endi 20 dan kami bor, kattalari.
Sizlarga uchun aytib doim qo'limizda mol olib turasiz aka. Qaysiga beryapsiz aka? Foyda hisob sotaman. 17 million 200 beryapti aka. Mana bo'ylar 1.15 realni savdosi. 17 million 200 unga berilyapti akalar. Endi sari yoshroqlarni ko'rsatamiz. Nech pul deyapsiz aka, opa? Nech pul deyapsiz? Ha? 18 kam bor deyilyapti akalar. Bo'ylar shu burun atrofida 18 million kam bor deyilyapti. Nech pul deyapsiz aka buni? 18 million kam bor deyilyapti akalar, yoshlari. Bu ham 18. Nech pul beryapsiz aka? 16 million 200 ming berilayotgan novvosimiz var. 16 million 200 bo'ylari 1.10 atrofida o'zimizni jaydar akalarim. Mana bu yoshlari nech puliga? Nech pul ekan bular? Vale. 16 million ozgina kam bor deyapti. 1 metr atrofidagi novvoslarimiz. Bular nech pul aka? 15 dan kami bor deyilyapti. Nech pul oldi usta aka? 39,5 bo'pti mana akalar. Ena bola. Yaxshi sigir ekan, 19,5 ga chiqib ketyapti akalar. 16 kami bor deydi. Nech pul kam bor deyapsizlar buni? 25 million kam bor deyilyapti. Mana bo'ylari 1.5 atrofida. Mana orqa taraflari ham o'zi ham pachka ekanda akalar. Shuning uchun sifatligi doim pul deydi. Ana narigini mana 15,5 kam bor deyapti. Shun bilan teng bo'lsa bir 5 sm balandini 25,5 deyapti akalar. Mana realni bo'layotgan savdolar. Nech pul berdingiz usta aka? Chekam 14. 14 million chekam. 1 metr atrofida o'zi 14. Buni nech pul deyapsiz aka? 17 million kam bor deyapti akalar. Ular nech pul jiyan? Nech pul? 14 yarim so'ralyapti akalar mana. Bo'ylari shu 1.5 atrofida shoxi katta ekanda akalar. Buni nech pul deyapsizlar aka? 18 million kam bor deyapti. Sifati bor hamisha pulda. 3 million 4 million o'ynab olyapti sifati bor akalar. Akalar mana bozorlarimiz to'lgan xudo xolasa mana. Savdolar bo'layapti. Endi haliroq yana bir jonli efir qilamiz. Kanaldan uzoqlashmaysizlar akalar. Qaranglar. Yurgani yo'l yo'qda ko'rsatilmayapti. Mol yaqin olinib qolyapti. Sar sergisin aka, xudo xolasa bir yaxshi video qilamiz yana. Kanalga obuna bo'lib, like'lar bosishni unutmanglar akalar. Katta novvoslar kiloga 66 minggacha bo'layapti. Baqmalar shu 24 million atrofida bo'layapti. O'rtachasini olaman desangiz, yosh manaqalar olaman desanglar 17 million 20 million atrofida bo'layapti. Baqmaga yaqinlar. Kichiklari mana ko'ryapsizlar. 14,5 atrofida bo'layapti. O'rtachasi endi zoti bori qimmat 20 milliondan deyishyapti farqi. Bular nech puldan jiyan? 17 dan. Mana 17 dan kam bor deyiladi mana shular. Bo'ylari 1 metrdan baland, 1.10 atrofidagi novvoslar.